Notiq, biz odam boshqa odamning o'limi orqali najot topishiga ishonmaymiz. Javob: rostini aytsam, men ham avval shunday o'ylardim. Toki bu oyatni o'qimagunimcha, gunohning jazosi o'limdir. Rimliklarga 6:23. Har bir kishi o'z gunohi uchun o'lishi kerak. Ha, Xudo kechiruvchi, lekin u adolatli hamdir. U o'z so'zini bekor qila olmaydi. Xudo odamga dedi: sen undan yegan kuning aniq o'lasan. Odam gunoh qildi va shu paytdan o'lim dunyoga kirdi. Biroq Xudo shafqat yo'lini ham ochib berdi, ya'ni o'rinbosar qurbonlik yo'lini. Ming yillar davomida Xudo xalqi qurbonliklar keltirar edi. Odam hayvonga qo'lini qo'yar, gunohlarini o'tkazar va hayvon uning o'rniga o'lardi. Uning qoni gunohni qoplardi va odam yana Xudoga yaqinlasha olardi. Bu kelajakda insoniyat uchun o'rinbosar qurbonlik bo'ladigan Iso Masih timsoli edi. Bizning musulmon do'stlarimiz hayvon qurbonligini tashqi shaklini qabul qilishgan. Hatto Qurbon bayramini nishonlashadi. Afsuski uning haqiqiy ma'nosini tushunmaydilar. Xudo hech qachon shunchaki hayvon qonini istamagan. Bu biz uchun ixtiyoriy ravishda o'zini bergan zot haqida bashorat edi. Musulmonlar savob ishlar bilan jannatga kiraman deb ishonishadi. Lekin boshidanoq Xudo odamning gunohini anjir barglari bilan yashashga urinishlarini rad etdi. Xudoning o'zi kiyim berdi, hayvon so'yib, terisini kiydirdi. Bu bilan ko'rsatdi, gunoh qon bilan qoplanadi. Tavrotda shunday yozilgan: hech kim savob ishlar bilan Xudoning oldida oqlanmaydi. Rimliklarga 3:20. Haqiqat oddiy, lekin kuchli. Biz o'zimizni gunohdan qutqara olmaymiz. Biz faqat Iso Masihning o'limi va tirilishi orqali Xudo bergan najotni qabul qila olamiz. Xudodan haqiqatni ochishni so'rang, izoh qoldiring, like bosing, bo'lishing va obuna bo'ling. Notiq, biz Iso Masihning xochda o'lganiga ishonmaymiz. Odam birovning o'limi orqali najot topishiga ishonmaymiz. Javob: buddistlar, krishnaydlar va ba'zi boshqa din vakillari ham ishonmaydilar. Bu bilan haqiqat yo'qolmaydi. Shunchaki bu masalada majusiy dinlar ishongandek ishonasiz. Iso Masih o'lmagan degan g'oya qayerdan kelgan? Islomdan ancha oldin monofizitlar degan sekta bor edi. Ular Iso Masih ilohiy shaxs bo'lgani uchun o'la olmaydi deb ishonishgan. Islom keyinchalik ana shu g'oyani qabul qilgan xolos. Lekin Injil aniq aytadi: agar yuraging bilan Xudo Isoni tiriltirganiga ishonsang, najot topasan. Rimliklarga 19. Iymon shaxsiy tanlovdir. Agar ishonmasangiz, masihiylar hech narsa yo'qotmaydi, lekin siz abadiy hayotni yo'qotasiz. Xudodan sizga haqiqatni ochishini so'rang, o'ylab ko'ring, fikringizni izohda yozing, bo'lishing va obuna bo'ling. Nega masihiylar Iso Masihning o'limi va tirilishiga ishonishadi? Birinchidan, bu haqda Tavrot, payg'ambarlar, farishtalar, Iso Masihning o'zi va Xudoning o'zi bashorat qilganlar. Ishoyo 53:5. U bizning gunohlarimiz uchun yaralandi va uning yaralari bilan biz shifo topdik. Ikkinchidan, buni nafaqat masihiy, balki ateist tarixchilar ham tasdiqlashgan. Iosif Flaviy 1-asr Iso Masihning xochga mixlanganini yozgan. Rim tarixchisi Tasit Pontiy Pilat davridagi uning qatl etilganini yozgan. Kichik Pliniy masihiylarning Masihga Xudo sifatida sig'inishlarini qayd etgan. Uchinchidan, tirilgan Iso Masih shogirdlariga ko'rindi. U Tomaga shunday dedi: qo'lingni bu yerga qo'y va qo'llarimga qara. Iymonsiz emas, ishonuvchi bo'l. Yuhanna 20:27. Ishonish yoki ishonmaslik har bir insonning shaxsiy qarori. Ammo Injil shunday deydi: agar og'zing bilan Isoni Rabbim deb tan olsang va yuraging bilan Xudo uni o'liklardan tiriltirganiga ishonsang, najot topasan. Rimliklarga 19. Xudoning o'zidan so'rang: ey Rabbim, bu menga tegishlimi? U haqiqatni chin dildan uni izlagan har bir kishiga ochadi.